Agar yoshi katta chapaqa insonni bilsangiz, ehtimol ular yozishni yoki ovqatlanishni o'ng qo'lda qilishga majbur bo'lishgan. Va dunyoning ko'plab hududlarida hali ham bolalarni o'ng qo'l bilan ishlashga majburlash odati bor. Hatto right, ya'ni o'ng so'zi ham nafaqat o'ng, balki to'g'ri yoki yaxshi degan ma'noni anglatadi. Bu faqat ingliz tilida emas, balki boshqa ko'plab tillarda ham. Ammo agar chapaqaylik shunchalik yomon bo'lsa, u holda bu nega umuman sodir bo'ladi? Bugungi kunda dunyo aholisining taxminan 1/10 qismi chapaqay hisoblanadi. Arxeologik dalillar shuni ko'rsatadiki, bu holat taxminan 500 ming yildan beri shunday davom etib kelgan bo'lib, inson suyaklari qoldiqlarining taxminan 10% da qo'l uzunligi va suyak zichligidagi tegishli farqlar kuzatilgan. Va ba'zi qadimgi asbob-uskunalar ham chap qo'ldan foydalanilganligini ko'rsatadigan izlarga ega. Ko'pchilikning fikriga qaramay, qo'l bilan ishlash qobiliyati bu tanlov emas. U hatto tug'ilishdan avval homila bachadonda qanday joylashganiga qarab ham bashorat qilinishi mumkin. Xo'sh, shunday ekan, agar qo'l ustunligi tug'ma bo'lsa, bu holatni genetik jarayon deyish mumkinmi? Bitta tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar, ya'ni genlar bir xil bo'lganlar, turli ustun qo'llarga ega bo'lishi mumkin. Aslida bu holat oddiy aka-uka yoki opa-singillarda uchrash ehtimoli bilan deyarli teng. Ammo biror kishining o'naqay yoki chapaqay bo'lish ehtimoli uning ota-onasining qo'l ustunligiga qarab hayratlanarli darajada barqaror nisbatlarda belgilanadi. Agar otangiz chapaqay, onangiz esa o'naqay bo'lsa, sizning chapaqay bo'lib tug'ilish ehtimolingiz 12% ni tashkil etadi. Ikki o'naqay ota-onadan esa faqat 10% holatlarda chapaqay farzand tug'iladi. Qo'l ustunligi go'yo tasodifga bog'langandek tuyuladi, ammo bu tasodifning ehtimollik chegaralarini genlaringiz belgilab beradi. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, evolyutsiya chapaqaylarning kichik ulushini yaratishning va uni ming yillar davomida saqlab qolishning biror sababi bor. Qo'l ustunligi umuman nega mavjudligi yoki nega aksariyat odamlar o'naqa ekani haqida bir nechta nazariyalar ilgari surilgan bo'lsa-da, yaqinda ishlab chiqilgan matematik model shuni anglatadiki, haqiqiy nisbat bu inson evolyutsiyasiga ta'sir qilgan raqobat va hamkorlik bosimlari o'rtasidagi muvozanatni aks ettiradi. Chapaqay bo'lishning afzalliklari ayniqsa raqib ishtirok etadigan faoliyatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, jangovar holatlar yoki musobaqaviy sport turlarida. Masalan, beyzboldagi eng yaxshi zarba beruvchilarning taxminan 50% chapaqay hisoblanadi. Ammo nega? Buni kutilmagan ustunlik deb tasavvur qiling. Chapaqaylar boshidan ozchilik bo'lganliklari uchun ham o'naqay ham chapaqay sportchilar vaqtining ko'p qismini o'naqaylarga qarshi mashq qilish bilan o'tkazishadi. Shuning uchun ular yuzma-yuz kelganda chapaqay raqib o'naqay raqibga qarshi yaxshiroq tayyorlangan bo'ladi. O'naqay esa noqulay ahvolga tushadi. Bu jang gipotezasi, ya'ni aholining tarkibidagi nomutanosiblik chapaqay jangchilar yoki sportchilarga ustunlik berish holati salbiy chastataga bog'liq tanlanishning bir misolidir. Ammo evolyutsiya tamoyillariga ko'ra nisbiy ustunlikka ega bo'lgan guruhlar odatda ko'payib boradi, qachonki shu ustunlik yo'qolguncha. Agar inson evolyutsiyasi davomida odamlar faqat jang qilish va raqobatlashish bilan shug'ullangan bo'lganida, tabiiy tanlanish shunday kechardiki, chapaqaylar ko'proq omon qolgan bo'lardi va ularning soni shunchalik ortib borardiki, chapaqay bo'lish endi kam uchraydigan ustunlik bo'lib qolmas edi. Shunday qilib, agar dunyo faqat raqobatga asoslangan bo'lganida, aholining 50% chapaqay bo'lgan bo'lardi. Ammo inson evolyutsiyasiga faqat raqobat emas, hamkorlik ham kuchli ta'sir ko'rsatgan va hamkorlikka asoslangan bosim qo'l ustunligining taqsimotini qarama-qarshi yo'nalishga yo'naltiradi. Golf o'yinida natija raqibga bog'liq emas, ammo eng yaxshi o'yinchilarning faqat 4% chapaqay hisoblanadi. Bu esa buyumlarni ko'pchilikka moslab yaratishning keng tarqalgan holatini ifodalaydi. Jamiyatdagi ko'plab muhim asbob-uskunalar o'naqaylar uchun ishlab chiqilgani bois, yosh golfchilar ham o'ng qo'lga mos golf tayoqchalari to'plamini oson topa oladi.
Chapaqaylar ushbu asbob-uskunalardan foydalanishga ko'proq qiynalganlari va ularda baxtsiz hodisalar soni yuqoriroq bo'lgani sababli to'liq hamkorlikka asoslangan jamiyatda ular kamroq muvaffaqiyatga erishar edi va vaqt o'tishi bilan aholidan butunlay yo'qolib ketishi ham mumkin bo'lar edi. Shu bois chapaqaylar ulushi bo'yicha umumiy aholida kuzatiladigan taqsimotni to'g'ri taxmin qilish, shuningdek turli sport turlaridan olingan ma'lumotlar bilan solishtirish orqali yaratilgan model shuni ko'rsatadiki, chapaqaylar oz bo'lsa-da barqaror guruh sifatida saqlanib qolishi vaqt davomida raqobat va hamkorlik omillarining birgalikda ta'sir etishi natijasida yuzaga keladigan muvozanatdir. Eng qiziqarli jihati shundaki, raqamlar bizga turli populyatsiyalar haqida ko'p narsa aytib bera oladi. Masalan, hamkorlikka asoslangan hayvon turlarida qo'l ustuvorligining bir tomonga og'ishi yoki ovchi-yig'uvchi jamiyatlarda chapaqaylar ulushining biroz ko'proq bo'lishi, bularning barchasi shuni anglatadiki, ilk inson evolyutsiyasiga oid ayrim jimoqlarning javoblari balki allaqachon o'z qo'limizda bo'lishi mumkin.